Ayrim insonlar yaxshilikni bilmas ekan. Yaxshi ma'noda, to'g'ri ma'noda qonun qoidalarini aytsam, jarimaga tushmaslikni ogohlantirsam, yo'l yo'riqni ko'rsatsam, qanaqa qilib ishlashlikni tushuntirsam, shunda ham yomonsan ekanda. Sen kimsan? Sen o'zing soliqchisan-da. Nima endi qonunni yaxshi bilgan bu yomon deganimi? Qonunni bilmaganingiz bu sizning xatoyingiz-ku, meni xatoyim emas. Bilmagan bo'lsangiz bilib oling, o'rganing. Bir gap bor-ku. So'rab bilgan olim, bilmagan esa o'ziga zolim. Shunaqa maqol bor. Bilish kerak, o'rganish kerak. Ehtiyot bo'linglar deb sizlarga men video qilsam, sizlarga yomon ko'rinyapman. Agar sizlarga men aytmasam, kim aytadi? To'g'risida, hayotda yiqildingiz, qoqildingiz, siz qilgan xatoni boshqalar qilmasligi uchun ogohlantirasizmi? Ogohlantirasiz. Men ham shu boshini o'tkazganman, boshidan o'tkazgan tabib. Men qilgan xatolarni sizlar qilmanglar degan maqsadda o'zimdagi bor bilimni sizlarga ulashyapman. Agar yoqmayotgan bo'lsa, majbur emaslar, ko'rmanglar, kuzatmanglar, chiqib ketinglar mendan bo'lsam, obuna bo'lmanglar. Odamlarga to'g'ri ma'noda yaxshi gapirsang ham yomon ekansan-da. Jangda haqiqiy askar qoladi. Biznesda chidaganga chiqadigan. Agar chidamadingizmi, unda u biznes qilmang. Siz undan ko'ra oylik beradigan ishga kiring. Shunda asabingiz buzilmaydi. Nervingiz o'ynamaydi. Tinchgina oyligingizni olib, ishingizni qilib yuraverasiz. Biznes hammaga ham emas. Ko'p odamlar o'ylaydi. Hamma odam hamma ish qilyapti, voy, men ham qilaman, men ham boy bo'lib ketaman, men ham zo'r bo'lib ketaman. Yo'q, har bir ishda mashaqqat bo'ladi. Qiyinchilik bo'ladi. Keyin bilish kerak, o'rganish kerak. Qonun qoidani yaxshi bilish kerak. Bilmasangiz o'rganing, so'rab surishtiring, izlanish kerak. O'zidan o'zi pul kelavermaydi. Belda ortish kerak. Oson kelgan pul oson ketadi, shuni bilib oling. Haromdan kelgan pul haromga ketadi, haloldan kelgan pul halolga ketadi. Eng zo'ri qonun doirasi bo'yicha ishlang, bo'ldi. Siz bilan hech kim ishi ham yo'q. Qonuniy, to'g'ri yo'lni qidiring, to'g'ri yo'l bilan qanaqa ishlashlikni qidiring. Yo'q, faqatgina shu aylanma yo'l bilan qanaqa qilib shu noqonuniy ishlasamagin degan yo'llarni qidirmanglar. Agar meni videolarim yoqmayotgan bo'lsa, ko'rishga majbur emassiz. Joningiz sog' bo'lsin. Unaqa yomon bo'lmang. Bu videoyim negativ fikrlaydigan insonlar uchun bu video. Joninglar sog' bo'lsin.